Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun men Zervix.uz bugungi videoga xush kelibsizlar. Bugun biz yana o'sha davlatlar qurish challenge keyingi qismdasiz. Xo'p, bu 5-mi yoki 4-mi qismi? To'liq bilmayman. Xo'p, hozir videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki 70 ta obunachiga ozginagina qoldik. Xo'p, birinchi quradigan davlatimiz bu Armeniya davlati bo'ladi. Armeniya davlati bu bir Rossiyani sal teskarisi desa ham bo'ladi. Ya'ni bayrog'ini hozir qurib beraman. Hop, Armeniyani ko'p kishi biladi degan umiddaman. Hop, Armeniya davlati mana bunday. Hop, do'stlar, birinchi davlatimizni qurib oldik va bu Armeniya bo'ldi. Keyingisi esa bu Gruziya davlati. Hop, Gruziya davlatini hamma bilsa kerak. Ko'rgan bo'lsa kerak hamma. Hop. Mana bu yerlarga ham quramiz. Va hozir endi Gruziya davlatini qurishni boshlaymiz. Sen qo'y yo'qolasanmi o'zi bugun? Hop, Gruziyani ham davlatini bir blok mana bu yerga kattaroq qurar ekanmiz, chunki Gruziyanikini sal kattaroq qilmasak bo'lmaydi. Chunki u Gruziya sal nozikroq davlat. Shuning uchun buni sal mana bundayroq qurishimiz shart. Xo'p, do'stlar, mana bu yerlarni buzib olamiz va hozir mana bu yerga bitta blok qo'yamizda, mana bu yerga ikkitasini qo'yamiz. Va hozir biz oppoqgina bloklarni olib olamiz va mana bu yerlarga qo'yib chiqamiz do'stlar. Mana shu bizni Gruziya davlatimiz bo'ladi. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lgan bo'lsangiz kattagina rahmat. Aytgancha bu unchalik ham Gruziyaga oshqamaydi, mayli. Keyingi quradigan davlatimiz bu Irlandiya davlati bo'ladi. Irlandiya davlati. Tilim kelmay qoldi shu paytda. Xo'p, endi hozir biz Irlandiya davlatini quramiz. Xo'p, videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki 70 ta obunachiga atigi ozginagina qoldik. Xo'p, bugungi quradigan davlatlarimiz bular Laos, Latviya, keyingisi esa bu Madagaskar bo'ladi. Hozir Irlandiyani qurib olganimizdan keyin anaqani quramiz. To'xtab turinglar, Irlandiyani bir eslab olay. Xo'p, mana shu ham kerak bo'lardi-ya menimcha. Mayli, qurishni boshlayman. Irlandiyani ham hop, mana shundaymidi? Mana shunday edi. Irlandiya ham. Hop, mana bunday qilib bu yerlarga qo'yamiz va o'rtasiga ham qo'yib chiqsak, mana bu Irlandiya davlati bo'lib chiqadi do'stlar. Mana shu Irlandiya bo'ladi, ozgina o'xshamadi. Hop, mayli, endi mana bu yerlarga ham qo'yib chiqib, keyingi davlatimiz bu Laos bo'ladi. Laos davlati ham juda ham zo'r davlatlardan biri deb hisoblayman men o'zimga, chunki u aynan Tailand, Vietnam, Brunei, keyin esa boshqa davlatlar oldida joylashgani uchun menga ko'proq yoqadi. Ya'ni sohilli davlatlarga yaqinda. Xullas, ovqatni cho'pda yeydigan davlatlarni men yaxshi ko'raman, chunki o'zim ham ovqatni cho'pda yeyman. Hop, cho'pda yeyish menga juda ham yoqadi. Va koreyslarga o'xshab Xo'p, menga koreyslarga o'xshab cho'pda yeyish yoqadi. Xo'p, mana Laos davlati ham tayyor. Ana endi mana bu yerga Laosdagi Latviya davlatini ham quramiz do'stlar. Xo'p, Laos tayyor, endi Latviyani quraman. Mana bu yerga 6 ta blok edi, 9 ga 6 edi, adashmasam. Ha, 9 ga 6 albatta. Hop, endi bu yerlarga ham qo'yib chiqsak, mana bunday bunday qilib qurib chiqamiz do'stlar. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ldi. Keyingi quradigan davlatimiz nima dedim? Ha, bo'pti, mayli. Keyingi quradigan davlatimiz bu Latviya aytganimday. Xo'p, Latviyani quramiz, Laosni va Latviyani ham qurdik. Keyingisi esa Madagaskar davlati bo'ladi. Hozir biz Madagaskarni qurib olamiz. Hozir undan oldin Latviyani qurib olsak. Mana bu Latviya, ana endi mana bu yerga Madagaskar davlatini quramiz. Xo'p, Madagaskar davlati. Bu arab davlatlar ichiga kiradi, ya'ni arab davlatlar hisoblanadi. Arab davlatlar ichiga kiradi. Hozir aytganimdek, bu davlat ham
arab nasllardan chiqqan amirliklardan muxlis arab deb bu davlat ham. Xo'p, endi mana bu yerga yoshini qo'yamiz. Mana bunday qilib turib, pastiga esa qizil qo'ysak, mana shu Madagaskar bo'ladi. Bugungi qurgan davlatlarimiz bular: Armeniya, Gruziya, Irlandiya, Laos, Latviya, keyin Madagaskar bo'ldi. Keyingi qismda qaysi davlatlarni qurishimni kommentariyaga yozib qolinglar. Bilan men Zervix bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.